Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. High-tech variantda uzatilgan eshigimizni Xorazm viloyati Bog'ot tumani Ashxobod mahallasiga ustanovka qildik. Bu eshigimiz uchun metallический nerjivkalardan foydalanganmiz hamma joylardan, yuza qismidan. Darvozamizning rom qismidan 8x4 profillardan foydalanganmiz. Va ichkari qismini esa 6x4 profillarda ishlatganmiz. 50 bo'lib chiqqan darvozamiz. Darvozamizning orqa tarafini alyuminiy kompozitli paneldan foydalanganmiz. Ko'rib turganlaringizday hamma joylarni rezinkalari ishlab turibdi. Darvozamiz uchun original bo'lgan Timur original zamoklaridan qo'yib berganmiz. Darvozamizning ochilib yopilishlari 5 shumli, akkuratniy bo'lib chiqdi.